O'zbek serverida eng ko'p ban beriladigan Glue Geroy shunchalik kuchlimi? Yo'q, aslo. Siz shunchaki uni qanday o'ldirishni bilmaysiz. Agar hozir obuna bo'lmasangiz, keyingi o'yinda Glue aynan siz ustingizga chiqib oladi. Tanlov o'zingizda. Uni qanday yo'q qilishni o'rganmoqchi bo'lsangiz, obuna bo'ling. Glue ulta ishlatsa, biznikilar uni darrov urishni boshlaydi. Bu eng katta xato. Glue birovga yopishganda unga keladigan zararning 80% jamoadoshingizga o'tadi. Siz Glue'ni emas, o'z do'stingizni o'ldirayotgan bo'lasiz. Uni 0 darajaga tushirish siri oddiy. U kimga yopishsa, o'sha zahoti uni urishni to'xtating. U shunchaki 9 soniya turadi va tushadi. Tushgandan keyin esa uni ultasi KD holatiga tushib qoladi. Aynan o'sha paytda uni osongina o'ldirib yuborasiz. Agar Glue'ni umuman o'ynatmoqchi bo'lmasangiz, bu counterpiklarni oling. Faramis va Vexana Glue bo'linganda uni kichik bolachalari bular uchun farm va qo'shimcha zarar manbai hisoblanadi. Van Glue'ni yopishqoq passivkasi tufayli siz sekinlashasiz, lekin Van uchun Glue eng oson ult ochadigan nishondir. Glue'dan qo'rqishni to'xtating va bilimsiz jamoadoshlaringizga bu videoni jo'natib qo'ying. Glue'ga qarshi eng zo'r predmetlar ro'yxatini Telegram kanalimga joylab qo'ydim.